Varikatsellik kasalligi, ya'ni moyaklarda qon aylanishini buzilishi. Hozirgi kunda yoshlarimizni o'rtasida eng ko'p uchrab turgan kasalliklardan biri. Afsuski bu kasallik bo'yicha dum ko'p operatsiya amaliyoti bajarilib turibdi. Endi shu yerda aytib o'tishim kerak. Varikatsellik kasalligini operatsiya qilgandan keyin 100% sizni bepushtligingizni davolaydi degani emas. Ya'ni ko'pchilik noto'g'ri tushunchaga boradi. Men varikatsellikni operatsiya qildirsam, menda o'zi bola bo'lishi kerak, ya'ni ayolim homilador bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Lekin bu bir dona omil xolos. Ya'ni sizdagi shu moyakdagi qon aylanishi buzilishi natijasida bu operatsiya qilinadi. Shu narsa yaxshi bo'lib ketgandan keyin sizda bola bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Lekin sizda agar varikatsellikni birinchi darajasi bo'lib turib, spermogramma analizlaringiz hammasi joyida bo'lsa, bu operatsiyani qilishga hojat yo'q. Afsuski hozir ko'pchilik vrachlarimiz o'rtasida ham shu narsa bo'lib turibdi. O'zi varikatsellik bormi, 100% hamma operatsiya qildirib turibdi. Agar yana bir marta aytib o'taman, spermogramma analizingiz to'laqonli yaxshi chiqib turgan bo'lsa, birinchi darajali varikatsellikni operatsiya qilishga hojat yo'q. Bu borada 2 yilgacha kutish mumkin. Agar sizda shunday varikatsellikdan muammolar bo'lib, bepushtlikda savollar tug'ilib turgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.